unaqa qilmanglar endi. Men kirib chiqmasam bo'lmaydi. Hammalar, qachon? Jamiyatimizda shunaqangi bir o'ziga xos super odatimiz bor. U ham bo'lsa navbatni buzish. Hozir kiraman chiqaman xolos. 5 minutda kirib chiqaman. Qog'ozni ko'rsataman, chiqaman. To'xtang. Katta xolangiz uyimi bu? Shuncha odam bekorga navbat kutib turibdi ummatda. Navbatda, mana bu bola kelganimdan beri soat 6 dan beri shu yerda turibdi. Navbatda, bu bola meni isitmada yonyapti. Do'stim, mana issig'i ham bor. Qiynal. Bu aka ertalabdan beri inqilayapti, tushunmadim meni. Aka, men o'zi zo'rg'a o'tiribman chidab. Hojatga borishim kerak. Navbatim o'tmasin deb kutib o'tiribman sabr qilib. Endi xullas shunaqa. Bu opamiz mana qizi yig'laverib, ko'z o'pkasi ishib ketdi, do'stim. Unaqa dasda birodar, hamma navbat kutib turibdi. Ota-ona tarbiya berganmi o'zi? Akamiz shunda adolatlimi? Agar vasiyat sal boshqacharoq bo'lganda qanaqa bo'lardi? Qog'ozni ko'rsataman, chiqaman. Hey birodar. Tinchlikmi, qaqa? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz bir kimmi? Xo'sh. Doktor tanish. Ozgina oh-voh deb tursangiz, navbatsiz kirib chiqamiz. Baraka toping. Bir yaxshi tarbiya ko'rgan yigitligi shunday bilinib turadi yuzingizdan. Rosa epchil bola ekansiz. Ota-onangizga rahmat. Qan bo'lmasam, Ehtiyot bo'lib. Sal og'irlashib qoldilar-da. Tez qani. Ehtiyot bo'lib. Assalomu alaykum, doktor. Doktor, assalomu alaykum. Boshqalar navbatni buzsa, madaniyatsizlik. O'zimiz navbatni buzsak, epchillik. Shu adolat? Biz qachon bu muammoga yechim topamiz? Qachonki bizga ham navbatni buzish imkoni berilganda, yo'q, men navbatda turaman deya olganimizda. Doktor, baraka toping, rahmat. Sog'. Kiringlar. To'xtanglar, endi meni o'tirdim. Men